Qamarning holi bek xarabda ko'rinadi. Ansirmang Salma. Uning taylaydigan vaqti yaqinlab qoldi. Men o'tachini boshlab kelay. Yura Layl. Ansirma, inshaalloh qamar yaxshi bo'lib ketadi. Avara bo'lib o'tachi chaqirishning hojati yo'qdi. O'tachining bu yerda bo'g'ini meningcha ortiqlik qilmaydi. To'xtasizlar ata. Qamar taylabdi. Alhamdulillah. Oxiri oti bo'psan-da Layl. Bu taychoq bek chiroyli ekan. Uning rangiga qaranglar. Olichiparligi naslini tatibdi. Uni men Najim deb atay. Sizlarchi qandaq? Meningcha bo'ladi. Seningchi Layl. U beshini midirlatib qo'shilganligini bildirdi. Marhamat Pashapiga, ahvollari yaxshimi? Shahar atrofidagi bir uyni tekshirib, uy egisini tutishga ruxsat so'rab keldi. Nemishqa? Chunki biz uy egisidan gumonlanyapmiz. Allohning g'azabidan panoh tilayman. Bu tuhmat bo'lib qolmasa yana. Isbotlari bormi? U kishining qo'shnilarining aytishicha, bu uyga bir to'p yo'chun kishilar kirib chiqarmish. Bu apqashti gaplarga toyinib, kishilarga nohaq hukm chiqarsak bo'lmas. Bu dalil bo'lolmaydi. Masalani tekshirib bartaraf qilmasak, to'g'ri xatoni qandoq ayiramiz hazrati? Bu ishni men qo'yib bersizlar. Men o'zim tekshirib chiqay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani marhamat. Dadamga to'g'ri ishkizib atatdim. Sal turib tursizlar. Hozirla bekor bo'laman. Kechirsizlar. Sizlarni kutuvaqli o'rnimdan turolmadim. Alloh o'zlariga shifolik bersin. Yipakton olamdilar yoki yongton olamdilar. Qandig'i bo'lsa mayli. Qizim ton tikishga bek usta. Men uningga hunarimni obdan o'gitib qo'ydim. U hozir menda mustu bo'lib ketdi. Alloh uni salomat qilsin tog'a. Nima uchun mollarni bozorda sotmaysiz, Safi? Ismim Safiya. Safiya, bozorda sotsangiz foydasi texmi ko'p bo'lgan bo'ladi. Men bozorga chiqib kelsam, Kesaljon dadamga hamroh bo'ladigan odam yo'q. Dadamning xizmatida bo'lish men uchun eng muhim ish. Bu bechora qizim meni deb uydan ayrilmaydi. Uyda kun bo'yi hunar qilib uyga kelganlarga mol sitib beradi. Buning savobi to'limi katta. Men 2 ton olay. Bu pul bek chiq bo'lib ketdi. Alloh hunaringizga barakat bersin, qizim. Bu bek yaxshi qiz ekan. Nima degan qaltis tirishchanlik-a? Men hozir bu yangi to'nning hikoyasini endi bildim. Biz har qachon ishlarga yaxshi qarashimiz, pokit bo'lmay turib boshqalarga tuhmat qilishdan saqlanishimiz kerak. Meningcha, sizlar mo'min ayollarning birining qissasini so'zlab berishga tayyorlik qilayotgan o'xshaydi-la, ata. Men bugun dunyodagi eng fazilatli bir ayolning qissasini so'zlab beraman. Eng fazilatli ayol demdilla, ata. U Alloh vujudini poklagan, rostchil, zohid va bir umr to'y qilmagan ayol Bo'yi Maryam. Bani Isroil ishida qo'li qisqa bo'lsa-mu, qalbi iymon va hikmatga boy bir oilada solih bir juft ayol yashaydi ekan. Erning ismi Imron, ayolning ismi Hinna ekan. Eringiz Imron qandaqroq turibdi? Allohga shukr, yaxshi turibdi.
Allohning payg'ambari Zakariyaning ahvoli-chi? Alloh shukri, yaxshi turibdi. Nima ishlar bo'lyapti Yasobat? Yangi ish yo'q. Qavmning Zakariyani inkor qilib, uningga davomli qarshi turayotganligini sizmi bilasiz? Har qanday bir payg'ambarning ahvoli shundoq bo'ladi. Musa alayhisalom zamindan qo'g'lab chiqarilgan, Ibrohim alayhisalom kofir qavm tarafidan inkor qilingan. Zakariya yashinib qoldi. Menmi shu? Men uningdan bolalik bo'lsam, u dadasining ishlariga hamkorlashgan deyman. Alloh o'zi madad berguchidir. To'g'ri deysiz, Hinna. Allohning bizga solih farzand ato qilishini tilaymiz. Navada Alloh menga o'g'il farzand ato qilsa, uni Alloh yo'lida masjid xizmatini qilishga atayman. Ey Alloh, o'zing guvoh bo'lgin. Bu yoqqa kel, Tarhun. Tortinma. Başkayin bin Has hazretlariga salom. Qani ayta. Yaşanğan ata-ananın halidan nemişki yaxşı xəbər almaysan? Bu Tevratның buyrığı edi-ğu. Ularning talablari tugamaydi ekan. Uning ustiga qo'limmi bak qisqa. Shunga Anlaşımca sodan bək yaxşımış. Kunda 100 təngidən köp payda alır ekansan-ğu. Ha? Yalğan gap hazırtim. Butunlay yalğan. 50 təngiga aram baradi. Ondaqda nemişki tapqınının yermini ata-ananğa xirajat qıb verməysən? Eta. Bu Şəriətnin hökmü boyunca tapqınının yermini ata-ananğa verişin kerak. Başqa amal yo'qmidi, ha? Başqa günü kəgin. Hazır dua tilavetki barman. Мәңгі бақи қалғуч пақатла Аллахтыр. Salomat yengib Imronni xush qilsam deyman. Shu kunni saqlavatqili uzun bo'ldi. Allah hammanglarni sog' salomat qilg'ay, Hinna. Yengigandan keyin nima qilishimni bilolmayapman. Hinna, hamma ishlar Allohning ilkida. Ortiqcha g'am yemang. Rahmat sizga Yasobat. Tavakkul qilishni menga Allohning payg'ambari Zakariya ta'lim bergan. Allah Zakariya payg'ambarni dushmanlarning yomonligidan saqlag'ay. Hammasi qaytib ketgandan keyin yanlarga kirishim. Menga bir amal topdilami? Amaliyotda meloni saqlab qoladigan birdan bir qutulish yo'li shu edi. Amisi menga uni deb bergan bo'lsalar. Barliq mol-mulkingni cherkovga atab, pul, moldan butunlay ayrilganingni jakarlig'in. Moshunda qilsam ish putamdi. Birdan ta'xir qilib planni obdanroq o'ylanib baqay. Sen ota-onangni baqamaydiganligingni jakarlagandan keyin mulkingni qaytirib olsang bo'ladi. Ha, bu to'limi qaltis plan bo'ldi. U haqiqiy mulkingning 4dan biri faqat. Ha? Unutib qolma, mulkingning 4dan birini xirajat qilganing, yermini xirajat qilganingdan yaxshi emasmi? Allohga shukri, salomat turibsiz singlim. Allohdan sizga solih farzand ato qilishni tiladim Yasobat. Duolarimizni ijobat qilgin iloyim. Qo'rishqimdagi bolaning o'g'il qizligini bilmay turib, uni Alloh yo'lida atadim Yasobat. Bu g'alit xiyol bo'ldi-ku. Ayol hammamiz Allohning oldida o'xshash tursak. Erlar ayollarning homiysi, uni boshqalar kuchli bo'lg'achqa janglarda va qiyin vaqtlarda asqatadi. Yaxshilikning nima bo'lganligini biz bilmaymiz. Balkim bu qiz siz va butun dunyo uchun xayriyat bo'lishi mumkin. Uning ismini Maryam qo'yishni o'ylashyapman. Maryam? Bu chiroyli qizimkan. Ey xaloyiq, Hinna xonim qiz bo'g'i Maryamni yangidi. Men uning dadisi Imron tuyab ketsa, bu vaqt o'zim homilik qilishni bekitdim. Bu sharafga men nemish erishamagidaman.
Mena bayliqim hammanglarnikidan ko'p. Shunglashqa Maryamga homilik qilishqa hammanglardan bakrak men haqliq. Allohning payg'ambari Zakariya Maryamga homilik qo'yish talabini o'ttirib qo'yibdi. U Maryamning hammasining eri bo'ladi ekan. Yaxshi gap. Ondaqda Maryamga kimning homilik qildiganligini bekitish uchun aramizda chek tashlaydi. Cheklar mana. Uni obdanroq aylantir, ha? Ha? Zakariya? Biz 3 qitim chek tashlaymiz deyishgan-ku, ha? Bu hisob emas, yana chek tashlayli. Bundaq chek tashlasak faqat bo'lmagidak. Ondaqda eng yaxshisi hammamiz daryo bo'yiga boraylik. Men hozir yog'och o'qlarni suvga tashlayman. Kimning o'qi yaqinga qarshi eqib kelsa, shu utqan bo'ladi. Yana Zakariyaning ismi chiqibdi-ku. Biz yaqin bo'ylab oqqan o'qni dedikmi yoki yaqinga qarshi oqqan o'qni dedikmi? Yaqin bilan yaqin bo'ylab oqqan o'qni dedik. Men shundoq angladim. Allohning payg'ambari Zakariya ularni Allohdan qo'rqishga, ilm-fikr ishlatmaslikka da'vat qildi. Undaq bo'lsa, eng oxirgi qitim chek tashlayli Zakariya. Men qaranglar, bu qitim yaqin bo'ylab mangan o'q egisi utqan bo'ladi. Qandaq, ha? Shundaq. Bu bizga foydali gap bo'ldi. Mag'lub bo'lganligimizni jakarlashdan boshqa amal yo'q. Maryamga u homilik qiladigan bo'ldi. Hamda u bizga seliq-selab beshimizni og'irtadigan bo'ldi. Men har qachon sizni yo'qlab kelsam, sizning ibodat qilayotganligingizni ko'raman. Bu Allohning fazli rahmati. Bu tatliq mevlar qandoq paydo bo'lib qoldi? Menmi bilmadim. O'zimizdan qish tursa, uning ustiga sirti qor yog'vasi ajoyib ish bu. Shundaq, men namozga turishdan ilgari qorning tushgan ovozini anglaganda qilgan edim. U yozi pishadigan meva-chevalar bu yerga qandoq kelib qoldi, Maryam? Menmi bilmadim hamma. Bu Alloh bizga ato qilgan rizq. Qani bahusiriya. Nima degan o'xshagan mevalar bu? Men hayotimda bunday tatliq mevalarni yeb boqmagan edim. Allohning payg'ambari Zakariyaga mevalardan azroq ilavasalar. Sizga azroq tamoq qilib beray. Allohga shukr. Qo'rsqim faqatla oshmayotdi. Siz hech nima yemamsiz, Maryam? Mushu mevalar bilan qo'rsqim to'ydi ekan. Erim Zakariya ilgari mush mevalar haqida ko'p so'zlab bergan edi. Men bulan bugun o'z ko'zim bilan ko'rib, tetibmi baxtim. Alloh sizga rahmat qilibdi, Maryam. Men faqat Allohning rahmatini umid qilayotgan odatdagi quliman. Hamma Allohning bizga farzand ato qilishiga duo qilib qo'ying, Maryam. Allohning payg'ambari Zakariya alayhissalomning duosi oldida mening duo qilishimning nima hojati bo'lsin? Degningizga to'g'ri qizim, biroq sizning duo qilib qo'yishingizni umid qilyapman. Ey Alloh, senga yaxshi ibodat qilishimizni nisib qilgaysan. O'zimizga xayrli ishlarni so'rab duo qilishga muyassar qilgaysan. Ey Alloh, menga hamiy bo'layotgan va g'amxo'rlik qilayotgan payg'ambaring Zakariyaning shon sharafini ziyod qilgaysan va menga yaxshilik qilgan, meni cho'ng qilgan bu hammamga yaxshilik ato qilgaysan. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Bu haqiqatan katta ayol ishkan. Biroq uning hayotida odamni tan qoldirgudek bir ish yo'qmi nima? Qissa amdili boshlandi. Qissaning davomida sizni xursand qiladigan ishlar ko'p uchraydi. Qandaqsiga? Alloh kishilarni iymoniga yarasha sinaydi qizim. Yotliq bo'lmagan Hazrati Maryam kelgan sinoq uning sharafiga loyiq cho'ng bo'lgan. Sizlar Maryamni umr bo'yi yotliq bo'lmagan dedilar. Bu qandaq gap ata? Qani desizlar? Hargiz oldirib ketmang qizim. Alloh xolisa at sizga hammani tushuntirib qo'yaman. Undaq bo'lsa at sizlar bilan texmi qizg'in kayfiyatda uchrashishni kutaman ata. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري